Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 32-chi qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz OOP hukmlarida ustida to'xtalamiz. Mana Java darsligimiz oxirgi bosqichga kelay deb qopti. OOP ga kelib bo'ldik. Hamda OOP degan bu inglizcha so'zining qisqartmasi. Buni to'liq degan chaqda Object Oriented Programming deydi. Men buni yozib tushuntiray. O'tishga sizlar my class deb qo'ying, classning ismini. OOP. OOP degan Object Oriented Programming. Mushning qisqartılması bu Java'da intayin muhim bo'lgan bir hukm. Bek muhim bu. Yuzran imtihonlarda ko'pincha mushingdan ko'proq so'raydi OOP'da. Bu odatda Java'ning ham bir alayligining birisi Java o'z qanda obyekt yuzlangan bir program tili. Endi nima ish obyekt yuzlangan program tillar deymiz desak, chunki Java'da bu obyekt yuzlangan programimiz qanday bo'ldi desanglar, obyekt ya'ni object constructor orqali object quramiz dedik-ku. Obyekt quramiz, onunda u obyektdan nima bo'ldi? Hem sonliq ma'lumot oldu, hem metod oldu. Alaylıkmış şu. Onundan başka bu OOP'lam ne oldu? Object Oriented Programming hem de OOP de başkalarım şuna ataydık İngilizce boğan diken. Şuna künağla OOP'de qanday alaylık var desek, bu OOP'ni icra qilish pek tez. Asan hem tez hem asan. Birinci alaylık tez hem asan icra oldu. Biz obyekt kurup qurdik-ku, ko'rsatib qo'ydim obyekt qurishni. Ana degan OOP'ning bir ma'lum bir narsa qursak, uning qarab bilgili bo'ldi, redlik. Qurilmasi bilan bilgili bo'ldi. Oson. Hamda OOP, hozir OOP'ninki ko'pincha uchraydigan biz davomli ishlatadigan 4 hukm bor. 4 cho'ng hukm bor. Ular shu OOP'ninki bizlarga yuzran imtihonlardimi chiqadi so'raydiganlardan. Mush 4'ini o'rgansek, mushni pishiq bilsak, biz xili qiynalmay yaxshi saviyaga kelgan bo'lamiz. Yani ochiqchi bo'lamiz natayin. Ochiqchi degan boshqa gap, u Java bilan ochiqchi bo'lib, bunda biz bu yerda shu OOP'ninki qanday? Muhim 4 hukm shu OOP'ninki. Birinchisi qanday? Eng avval hamda cho'qim birinchi, ikkinchi degan olmaydi, lekin hamda shu ma'nisiga asosan o'rgangan chaqda red tartib bo'yicha oson to'xtaydi demoqchi-ku. Birinchi ulab qaysini o'rgansak yaxshi desak, encapsulation. Encapsulation. Buni encapsulation deydi, OOP'ning birinchi hukmi. Bu encapsulation degan gap desanglar, Uyg'urcha kapsullashtirish degan gap. Kapsullashtirish, encapsulation degan. Bu kapsullaştırmak degan gapmi Uyg'urcha tushunmaslik mumkin. Nima desanglar? Masalan, uçukçular deb dema, olam uçukçulari, ya'ni olam kemisi raketa qo'yib bergan chaqda, orbit aylangan chaqda, ashning ichidagi nima bo'ldi? Kapsula shu. Ash kapsula ashning ichiga kirdi. Mush kapsula encapsulation degan gap, bu nima degan gap desanglar, ma'lum bir narsani kapsulga ilib etmek. Masalan, do'rvag'i kapsul manchi bir do'ri ichsanglar, kapsulliq do'ri. Ash kapsulning ichida bir narsa bor. Ash kapsul orqali shuni qo'g'daydi, shunaqa bir nim to'kilib ketmasin deb shunama. Dal mush kapsullashtirmoq. Kapsullashtirish. Shu encapsulation degan shu. Biz ash Java'da bir sonliq ma'lumotni kapsullashtirish orqali qanday qo'g'daymiz shu sonliq ma'lumotni boshqalarning ishlatilishdan. Birinchi hukm qaysi desanglar? Encapsulation. Ham ikkinchisi inheritance. Inheritance. Buni inheritance degan
Uyg'urchadagi miras degan gap shu. Miras qilmoq. Miras. Upma o'xshash shu. Miras demoqchi. Bu qanday bo'ldi desanglar, masalan, bu xuddi shu real turmushga intayin yaqin bu Javaninki. Dadi bilan bolani misol olib qolsanglar, dadining bir narsalari mol dunyo qanday balga miras qoldi-ku. Dal mush hukmni ko'rsatdi. Uni men inheritance'ni tafsiliy so'zlayman, boshqa keyingi darslarda shu vaqt tushunamiz. Buni miras deb tushunsangiz bo'ldi. Miras. Ash Uyg'urchadagi miras qilmoq degan dal o'zi shu. Endi uchinchisi nima deganda abstraction. Ma birinchi harfini endi cho'ng harf bilan qo'y. Abstraction. Abstraktlaştırmak. Uyg'urcha abstract degan inglizdan kirgan so'z g'o. Abstraktlashtirish dey. Abstraktlashtirish. Bu nima degan chaqda? Abstract degan nima degan gap desanglar, bir siz tushunmaysiz shunaqa abstrakt hukmlarni. Da anglab bu bir tushungil olmaydigan so'zlar ishlarni biz qanday abstrakt deymiz. Bilinmaysizlar. Masalan, bu abstraktlashtirish nima mas keldi desanglar, masalan, siz Facebook ishlasanglar. Facebook'qa o'zingizning ism bilan, username bilan, shu maxfiy nomer kirgizsizlar shunaqa. O'zingizning ismini kirgizsizlar, username degan. Passwordga maxfiy nomerni kirgizib, login kirish knopkasini bossanglar, kirdi shunaqa. Ammo siz shu ikki soliq ma'lumotni kirgizsanglar, qanday bo'lib, ichilib, eng oxirida sizning o'zingizga kirdi, oshgan siz bilmaysiz. Siz uni ko'rsatmaydi. Bu yerda bir ijro qilish siz ko'rmaysiz. Shunaqa qanday oldi? Bu backend deydi. Keynidan qanday? Shu torbetning qanday? Backend'ini keyni ijro bo'lgan, ichida qanday ijro bo'lganini ko'rsatdi. Biz uni qanday sizlardan abstraktlashtirdi. Uni bizga olmaydi. Buni abstraction deydi. Ham abstraction nima ayrim qilib o'rganamiz. Biz eng oxirgisi qanday? Polymorphism. Polymorphism. OP'nin eng oxirgi cho'ng hukmi polymorphism. Qanday yozdimmi buni? Ay yo'q. Polymorphism. Yanlış doğru. Okay. Polymorphism degan ko'p xil degan gap. Ko'p shakillik degan gap, ko'p shakillik. Ham buni Uyg'urcha polymorphism deb olganimiz yaxshi. Buni ham tarjim qilmay, chunki bu inglizchaga o'zi kirgan so'z emas bu. Grekchadan yoki latinchadan aniq esim qolmabdi. Bu ingliz tiliga shu qabul qilgan. Shu biz polymorphism deb olsak bo'ldi. Polymorphism. Deplam qabul qilsak bo'lar hech yo'q. Chunki bu ham ko'p xil shakl demakchi. Ko'p xil. Buni polymorphismni biz miras, yani inheritance orqali qishqashqa biz shu avval inheritance degan orqali anaqaki ma'no bersak bo'ldi. Biz keyin men mush polymorphismni tushunadigan chog'da tafsiliy to'xtalaman. Mana shu OOP'ninki qanday 4 hukmi bu yusran imtihonlarda Java'ning agar yusran imtihonini berib qolsangiz, cho'qim so'raydi bularni. Bu 100% so'raydi bularni. Cho'qim so'raydi. Buni cho'qim yaxshi o'rganish kerak. Endi mushland OOP deydi. OOP men dedim-ku, buning birinchisi oson, ijro qilish oson va oddiy. Ikkinchisi bu qurilma qarablam ko'zi chiliq qildi. Keyin biz qanday bir projekt qurgan chog'da shu OOP'ning nimalardan intayin ko'p foydalanamiz. Biz o'zimiz biz qurmsaqmi shirkatda bo'lsin, shu OOP konseptdan bek foydalandi. Hammasidan qanday intayin zich foydalandi. Hamda shu asosli nima degan chog'da bizning shu OOP bizga qanday bir bo'lsanglar, shu metod yoki har qaysi o'zgaruvchilarni anadekin shu biz qo'ygan metod va o'zgarishlarni yana qayta kodni qayta ishlatishga qanday asqatadi bular. Yana bir alaylik qanday kodni qayta ishlatish. Reusability deydi inglizcha.
Qayta işletish. Qayta işletalaymiz. Men buni ham ko'rsatib qo'ymay, ham allabirun ko'rsatib bo'ldi. Masalan, bir metodga bir kodni yozib yoki bir klassni qurib qanday qilamiz? Buni ota class qilib, parent class, ota-ona class qilib, parent class qilib, uningga biz ehtiyojli qo'ygan davomli ishlatadigan o'zgarishni qurib olib, variable yoki metodni qurib olib, keyin ash bir qitim yozib olgandan keyin, mush inheritancedan foydalanib qayta ishlasak bo'laverdi. Bunun yana bir alayı aytganda, reusability deymiz. Code reusability yoki qayta ishlatish. Hamda biz bularni o'rganishdan burun bu qitimliq dars, bugungi dars nima o'tsanglar, 32-chi qismliq dars. Sizlarga meni bosoqqa kelyapman. Men ularni yo'tilab, men OOP'ning oldiga bosoqqa keldim. Ham kelarki soatdan darsdan boshlab rasmiy ishga kiramiz buningki. Şuna anıl bir tushuntirib etmesem, umumiy ko'rinishi ham manda bir o'rganamiz demsam sizlar o'rganib bo'lgan bo'lsanglarmi, hatto o'rganib bo'lganlar qaymoqish bor buningda rost gap qilgancha. Nurg'un odam chiq o'rganganlarni bilmayman. Tushunmaydi nima bu deganni. Tushunishim mumkin. Uning men birdan demayman hozir. Buni so'zlashdan burun biz yana bir hukm o'rgansak bo'lmaydi. Uni kirish o'zgarguvchilari deymiz. Access modifier. Access modifiers. Emdim çoğunuz bu. Bu modified deb telaffuz qilsam bo'ldi, modified deb telaffuz qilsam bo'ldi. Hozir telaffuz to'xtalmayman qo'y. Access modifiers degan. Buni uyg'urcha nima deymiz desanglar? Access degan kirish degan gap. Kirish o'zgartgichleri. Modify degan o'zgartmak degan gap. Yeni kirishni o'zgartadi degan gap. Masalan, mush access modifierdan biz ko'p uchturg'ini davomli qilganda public bor. Publicni ko'rdik-ku. Bu sizning kirishingizni cheklamaydi. Hammadam go'choq demakchi public. Masalan, bog'cha hammadam go'choq bo'lsa public park deydi. Hammadam kira oladigan shunaqa. Agar private park deb qo'ysa kira olamsiz, kiramaysiz. Demak, yana bir access modifier nima? Private. Shaxsiy degan gap, xususiy. Shunaqa. Mushu kirishingizni cheklamaslik darajasi mushu access modifiers degan shu. Odatda access modifier nechasi bor deganda 4 access modifier bor. Public, private, yana qaysi bor? Default. Kichkina bilaman bo'ldi. Default. Ondan keyin protected. Qaranglar, class qarsangiz public ma, hammasi ochiq demakchi. Kim ishlas bulardi deb. Mush 4 access modifierni kim biz mush encapsulation, inheritance, abstraction, polymorphism degan chaqda intan ko'p qo'llanamiz. Hamda har bir so'z degan chaqda, masalan, encapsulationga, masalan, private ni ko'p ishlatamiz. Shu vaqtda men tafsil so'zlayman, lekin eng avval siz mushlarni bir bilib etganingiz yaxshi. Public, private, default, protected. Bu amaliyotda biz default bilan uchrash bo'ldik. Siz uchrashdinglar, ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Her bir mesela class'ninki bir variable, instant variable qo'sam, mesela bir name day. Name. Shunaqa birini qo'ydimmi yoki Qadixon deb birini qo'sam, mau default altida. Defaultga hech qanday private key manda nima? Private key debdimi? Xalqliq so'z yozmaymiz. Mau default altida. Men buni public qilsam-chi? Public string. Odatda bu variable nima bek unda ketmaymiz. Odatda methodni ko'p ishlatadi bunga. String mesela name. Qadixon degandek. Undan keyin publicni ma'noni qanaqa qilib tanlaymiz? Private qilib desak bo'ldi. O'xshash quruvday bo'ldi. Public. Ma'no nima? Public. Endi biz o'xshash qilib qanda ma'ni private qilib etsak, ma private olib kelsa, ma kiramaydi ma'no. Ma accessni qanaqa qilib o'zgartirdim. Enondaki nima? Protected. Qo'dalgan.
Man 3'dey. 4'dey. Bular qadiyxan. Əməliyyatda muşunun həmmimiz qarsanlar o'xshash sonliq ma'lumot tipimiz string shunaqa. Masalan, sonliq ma'lumot string ham mishadiki access, ya'ni kirishlar o'xshamaydi. Ma public hammaga ichib etgan, ma private hech kimni kirgizmaydi. Qo'llanmaydi demakchi. Ma default protected. Hamda buningki biz o'zimiz buni ishlatishga asosan biz belgilab olsak bo'ldi. Masalan, metodmi shunda. Metod qo'ygandimi, masalan, public void sleep bo'lsa, masalan, sleep deb qo'yay. Mau access modifier public mana. Buni qanday private qilib etsanglar, bu metodga hech kim kirolmaydi. Ash classning sirtida. Buni gathersen, uni men keyin tafsil to'xtayman. Ash encapsulation'ga kelganda. Faqat silmush ne bilib olsanglar bir access modifier degan hukmni. Buni ham nima qilib qo'ya olaman? Hechim yozmasam bo'laverdi, bu protected bo'ldi u chog'da. Hechim yozmasam. Protected deb nima? Default bo'ldi protected deb. Men hechim yozmasam nima bo'ldi? Default. Agar protected deb yozsam bo'ladi demakchi. O'zimning ishlatishga ehtiyojiga asosan tanishayman demakchi. Buni ham o'sha har birini so'zlagan chog'da tafsil to'xtalmay bo'ladi. Public, private, default, protected degan access modifier. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asosan shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Ko'proq mashq qilib boringlar, munosabatli material ko'ringlar. Uyg'urchalam men ham buni ko'pincha qarindoshlarning ingliz tilini bilmagandikan, buni ham uyg'ur tushundiray deb uyg'urcha nim qildim. Bo'lsa ingliz materiallardan foydalanishinglar. Hatto shu ochiqchilarmi, 10 necha yil ishlaganlarmi ba'zi ana Google'dan yoki bunimda material izlaydi. Bu intayin tabiiy xizmat qilganlarmi, bu cho'qim hammasini yod qilib bilgan shu. Shu material izlashni bilinglar, o'rganinglar. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar bo'lsa, aslida ingliz shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.